Assalomu alaykum hurmatli Vodiy O'ch kanali kuzatuvchilari, hammalarga xayrli kun. Mana o'sha uzoq yo'l bosib, Toshkent shahar Shahardog' tumani Labzak ko'chasida joylashgan Mergan do'koniga yetib keldim. Ancha yo'l bosib, mana o'sha sizlar so'ragan Mergan do'koni, o'sha Elite Sport. Bu yoqda o'sha park bor. Do'konni o'zi akamiz uchun rahmat, obzorga ruxsat so'ragandik. Ruxsat berishdi. Mana bu do'konda kirishlar bilan mana baliqchilar uchun hozir sezonga baliqchilar narsalari, palatkalari, qarmoqlarning xillaridan juda ko'p assortiment qarmoqlardan palatkalar, formalari. Hozir bularni hammasini Asqar akam bilan birgalikda sizlar uchun, bizlar o'g'lonchilarimiz uchun albatta narx qiziq, narx birinchi o'rinda turadi. Narxlari ham ancha arzon, ishi zo'r. Tapchaslar, hamma mana bizni o'g'lonchilarimiz qiziqqan PCP, pnevmatika, bitta yana brend qurollar, o'sha Huglu, Retay qurollarni obzorlarni qilamiz. Hamma ko'p qiziqqan Beretta qurollari ham bor ekan. Bularni sizlar bilan birgalikda obzorlarni qilamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Men narxlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman.